Kolumb Amerikani kashf qilgan deb o'ylaysizmi? Aslida bu to'liq haqiqat emas. Chunki Kolumb Amerikaga birinchi bo'lib borgan odam emas. 1492-yilda u 3 ta kemada Atlantika okeanini kesib o'tadi. Lekin u Hindistonga yetib borgan deb o'ylagan. Hatto umrini oxirigacha ham shunaqa hisoblagan. U aslida yangi qit'aga kelganini bilmagan va undan oldin ham u yerda millionlab odamlar yashagan. Mahalliy xalqlar Maya, Aztek va Inka sivilizatsiyalari 1000 yildan ortiq tarixga ega edi. Hatto tarixchilarga ko'ra, vikinglar Kolumbdan taxminan 500 yil oldin, ya'ni 1000 yillar atrofida Amerikaga yetib kelgan. Demak, savol tug'iladi, nega aynan Kolumb kashf etgan deb hisoblanadi? Chunki u bu hududni Yevropa bilan doimiy bog'lab berdi. Shundan keyin 20-30 yil ichida yuzlab kemalar Atlantika orqali qatnashni boshladi va bu tarixda Kolumb birjasi deb ataladigan global jarayonni boshladi. Ya'ni Kolumb birinchi emas edi, lekin dunyo tarixini keskin o'zgartirgan shaxslardan biri bo'lgan.